Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men hozir sizlarga bugungi aeroportda bo'lgan voqeani aytib o'tkim keldi. Biroq uni hozir emotsiya bilan, so'z bilan ayta olmayman, sizlarga yetkazmayman deb o'ylayman. Shunga sizlarga uni video orqali yetkazgan bo'lsam. Gamdik. Mayak kelgan mutarab kemet bolas. Hozir adaş barmiz deysan adaş ma'qulmi? Bu voqea bo'lsa bizning boshlig'imiz Ramir aka bilan, ya'ni bizning yoshlar ovozi to'pidagi Gamzat akamizda birga bo'lgan voqea. Endi Gamzat akani biz o'zimiz yaxshi bilganlikdan, uni kunda ko'rganlikdan bilamiz, qachondan beri, burundan beri Istanbulga borgim kelyapti deb bir Turkiyani armonlab, shuncha armonlatdi, kunda video montaj, Instagramlarga qo'shib, agar Turkiya desa bir jinini beradigan odamdi. Emotsiyalardan ko'rgandan keyin shuning bilan bir kuni bizga Turkiyadan taklifnoma keldi. Ikki taklifnoma edi, biroq uning biri отказ bo'lib, biri keldi. U aslida bizning boshlig'imiz Ramir Mamutov akamizning o'rni edi, biroq Ramir akamiz bo'lsa o'zining o'rnini shu Gamzat akamizga berdi. Biroq u yerdagilar ma'qul deb Gamzat akamizning itini yozdi. Biroq buni Gamzat aka bilmadi. Mushu kamgacha mana bir oy o'tdi. Gamzat aka uni bilmay, Ramir aka shikisi bilib bordi deb mushu kungacha o'ylagan edi. Biroq mana bugun biz aeroportga bermay, o'zim bilmadim uni. Aeroportga bordik, shuning bilan birinchi Gamzat aka kirib ketdi. Ожидание yerida turgandi, shuning bilan Ramir aka keldi. Men Ramir aka bilan bo'ldim. Ramir aka menga shandirib berdi, men ham shok bo'ldim, потому что mendaqni ожидать qayyerim yo'q. Biroq endi bizni uylarga o'tkazmadi, u Gamzat akamizni bu yoqqa chiqatmadi, shunga video звонок orqali yetkazaylik dedik. Shuning bilan zvon qilib, u hammani degankin endi sizlarga hozir tushuntirmayman, shunga video orqali ko'rgaysizlar, u emotsiyasini вообще men o'zim qanchalik emotsiya bo'ldim, u Gamzat akaning emotsiyasini sizlarga вообще yetkazmayman. Shunga endi Gamzat akaning armonim o'rinlandi mana. Xudoyim bersa bir yaxshi yangiliklar bo'ldi degan umidda endi kelasi shu emotsiyadagi videoni ko'rgan bo'lsanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'ta ashad yolg'iz endi. Assalomu alaykum. Maşallah. Mana qizlar kelibdi, men o'tirmay qara. Wow. Qaydaysizlar? Biz aslida adash. Oh. Mana biz mayda o'tib tamoq qilib maqmiz inshaalloh. Men bilan sevani. Sanima? Qo'zini ketdimi? Maşallah. Adash, islomni bo'g'i, islomda-chi, islomda deydi. Fakat sen o'zingga xohlagan narsani ag'inangga xohlamaguncha, sen iymon etmagan bo'lsa deydi u. Я свое место adash тебе дал, adash. Я не поеду с тобой, adash. В смысле ты не поедешь, брат? Вот так вот. Когда шикадамга отказ kelgan vaqtida sangam отказ keldi. И manga, когда я видел, что manga одобрение kelgan vaqtida я отказал, свое место дал тебе, adash. Так что birga bizning yoshlar ovozini yashaqib berib ko'kitib berdilar. Qanaq tursan yaxshi ko'rsa bilaman qo'y, я не смог просто богу. Я знал, что если заранее сказал бы, да, сам bo'lmaydig'ini bilgandim-chu. Поэтому я nasha kelgan deyman dedim-chu. Я, брат, я без тебя вообще без руки, без ноги, брат, без языка. Не. Аллах с тобой, иншаллах, попма. Я с тобой буду. Ты серьезно, что ли? Да, серьезно. Серьезно, даже. Там ждет серьезные люди, даже. Bizning organizatsiyaning yangi qilmadi, ma'qulmi? Тебя ждут там, аэропорт кто-то син уже. Ты, машаллах, брат. Удача, adash. Ты что, не рад, что ли, субханаллах? Я рад, брат. Ikimiz bormiz deganga, брат, men nim qildim, брат. А что такое? Тебя там ждут люди уже. Шахнозада, амс кто-то син. Гульнозада. Man qarg'ina. Tavada shani yoshlar ovozini shaq berib
bilim, din, sport, 3 направление konkretni so'zlab qaytib. Maşallah ekansan, brat. Rad, brat, очень рад, раз. Rahmat sana. От души, Alloh razı olsun, brat. И давай chiqdim mayaqa, so'z demay. Qayoqqa? Qayoqqa? Qayoqqa biz? O'g'il baldak davatmadi. Bir odamga keldi, menga keldi-chu. И тебе когда написали, кто-то отказал, и sizga bir o'rin keldi degan, это я отказал даже. Потому что я Я специально сказал, чтобы Багу, чтобы подозрение Хмусон Гамзат деп тиздимчу. Sen Tursan shunchalik armon qilding, adаш. Tursan shunchalik armon qilding, shunchalik odamlar seni atmishat qilib Tursan tushadi Istanbulni. Men nimok Багу ashna hammasini ko'rib turib, nimok yolg'iz bordingizchi. Лучше sen bag'ina adashib, men Tursan для меня это eshitmayman-chu. Сейчас, брат, я перезвоню, я? Звонят, Людмила звонит, просто. Sana. Ты что, брат, серьезно? Ты не поедешь, что ли, рад? Adash, jinim adashim. Men qachonmasan yolg'on aytgan. Валлахи билlah, брат, я не надеялся на твою сейчас. Что не надеялся? То, что ты сейчас поднимешься, брат. Там Dünya yüz qurultayı bizni kutib edi. İstanbulni ko'rga inshaalloh. Suratlar tushish, bizga ashaqni salomlarni yo'lladi. Amin adash. Bizanga o'zing islomni deydi, faqat o'zing xalqan narsani ag'ina xalmig'icha iymon keltirmagan bo'lsa-da. Hamma seni unda armon qotqinini ko'rib turib, qanaq men ketman adash degina. Ben seni kucaqlab seni. Amin, brat. Amin. Ben berib olmay o'tirsak inshaalloh. İnşallah, brat. Yalnız demez. Bizni barımızla inşallah. Слышь меня? Да. Rahmat, brat, rahmat. Allah razı olsun. Да, не стоит, брат. Амин. Sen git kaldın da ayakta Багу, я хотел тебя обнять Багу и это все сказать в лицо, что? Я понял, брат. Я уже чувствую твою объятие, брат.